Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Bugun biz muna 11 fevral Batken oblastına qarashli Ispana mal bozoruna keldik. Bu yerden sizlerge men emi hazır uylarning qatoridan uylarni aytib tartib ko'rgazib ketaman. Assalomu alaykum. Aldı bu shuni aka? Mana. Bergen jo'q. Aldılar. Yaxshi, o'sha bo'y 55 ming bo'lib turibdi, chetda turganda. Yaxshi, rahmat. Assalomu alaykum Aqsaqal. Qaysi uy sizlarga qarashdi? Mana bu eko. Bu eko qunajimmi? Qanchadan bo'ldi bular? So'rashdimi? Eko 100 ming bo'ldi. Sotdingizmi? Yo'q, berelek. Eko 100 ming bo'lib turibdi shu eko qunajin. Aka. Atayın baylab baqqansiz bularda? Yaxshi, bozoringiz bersin. Bu joq bilasizmi? Bilmaydigan kim berek? Qancha bo'ldi Aqsaqal? Qancha bo'ldi? Aldingizmi? 100. 100 mingga aldingizmi? 97,5 deydi. Sotibmi? 97,5 ming bo'lib turishi. Aka. Shu turgan Aqsaqal olibdir. Shunday. Mal bozor mana. Men ham sizlarga uylarni torpog'i menen aytib tartib ko'rgazib ketaman. Assalomu alaykum aka. Torpog'i erkakmi bu? Erkak. Qancha bo'ldi bu? 71 ga ketdi, sotildi. Yaxshi, nasib qilsin mana. Suluy erkak torpog'i menen 71 mingga sotibdir. Bu joqda mende mallar arzonda ko'rinib turibdi, jechinde bunday bo'ldi. Arzondab qolgan bu mallar. Assalomu alaykum taqsir. Qancha bo'ldi bu? So'ralgan bu, bozor so'ragan bo'lni aytaylik. Vaqt ko'p. Yerda hech narsa so'ragan yo'q. Mana 82 ming ko'rgan. Siz aytilish bahosini aytib qo'ydingiz, 82 da, va? 82 ga bermadim. Yaxshi. 82 ming baho boribdir bu. Rahmat, bozoringiz bersin. Buljoqsiz ham. Assalomu alaykum taqsir. Qancha bo'ldi torpog'i men o'y? Bo'lgan yo'q. Aytilish bahosi qancha bo'ldi? Bilmayman, bozor bilaman. Siz bari bir bunday o'zingiz shunchaga sotam deb kelasiz, turab? Bilmayman qanchaga keladi, bozor bilaman. Yaxshi. Bozoringizlar bersin. Mana torpog'i yaxshi ekan. Assalomu alaykum do'st. Qancha bo'ldi shu torpog'i men o'y? 85? Tashadi. Mana torpog'i yaxshi torpog' ekan. 85 ming bo'lib turishi. Bozor so'ragan ba 85 ming, ha? Yaxshi. Bozoringizlar bersin. Bu uyni bilaychi-mi bu? Torpog'i bormi buni? Yo'q, Bo'g'oz ekan. Qancha? 68 mingga bozor so'rabdir buni shuni. Yaxshi. Bozoringiz bersin, ha? Akam. Buni shoqqa o'tkazsak bo'ladimi? Shu uchun jog' o'tadi-da. Mana uyni qarangizlar mana, jerin. Mana shu uy. Ho. Buning janida bundan uy turadi. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi shu uy aka? Mana shu. Aytilish bahosi qancha? 70 ming ekan aytilish bahosi. Rahmat. Mana uyni bilamiz hozir biz mana. Shunday tutib qolib uzunroq uy ekan. Assalomu alaykum aka. Bu uyning torpog'i mana shu. Qancha bo'ldi torpog'i menen? Erkak torpog'i. Yosh torpog'i men shu uy 104 ming baho bozor so'rabdir. Berilaylik. Qancha torpog'i bu? 3-chi torpog'i ekan. Qadamjoy media. So'z qatal qo'yingizlar. Qana? Yo'q, olsan qaraganda tanilroq bo'ladi buni. Og'ish ustidagi uyni so'raylikmi? Bu yaqinda tuvatda o'xshaydi. Assalomu alaykum. Qancha bo'ldi bu aka? 56 oldu. 56 ming torpog'i menen. Irg'achi torpog'i. Shu uy mana torpog'iga o'xshash ekan. 56 ming baho bozor so'rabdi. Rahmat, bozoringizlar bersin. Mana tekshiruvda mana tishlerini tekshiruvda o'xshaydi. Xudo zaroviyalar qarov ekan. Qanchaga so'rayapsiz buni? Siz so'rang-da. Mana savdo bo'ladi-da. Aqsaqal qancha buni aytilish bahosi? 130.
130 ming ekan buni. Kol moralek. Jelilleri daha çoğun ekan. Mol ko'p ekan bu жақта. Buna özgünçe parada dağın körüyorsun bana müyüzü çok bu. Aka, qancha bo'ldi bu uylar? 70'ten. 70 ming so'mdan ekan. Aytilish bo'lsa, Boğalı. ha, bozor so'ragan bo 70 ming bo'libdir. Yaxshi, rahmat, bozoringiz bersin mana, molni qarangizlar. Mollar to'ltira bugun bozorda. Rahmat, bozoringizlar bersin ha. Bu qancha bo'ldi aka? Qunajin, torpog'i yo'qmi? Torpog'i yo'q, o'zi 70 bo'ldi bu. Yaxshi. Yaxshi, bozoringizlar bersin. Ketayin ha. Do'st, bu uy qancha bo'ldi torpog'i bilan? 71 bo'ldi. Erkak torpog'i? Erkak torpog'i bilan mana shu uy 71 ming bo'libdir mana. Son uylarga, uylar torpog'i bilan olam deganlar uchun mana bozordagi bog'lar. So'z kanalga qatalib qo'yingizlar. Bunun janida bulak ağız uyunu suraymiz emi? 100 kişiyle sınıp kalıptır. Kaçıncı torpog'i bulak ha? 3-cü. Erkek mi? Urgaç. Urgaç torpog'i mi? Neymi aytınız emi? Kança baga suraştı pazar? 83. 83 minge barıptır şu uy. Mat? Şu uydu. Urgaç torpog'i menen. Yaxşı bazarınız versin. Bunun canında bunday olalım. Mal bazarda şunday, çocuk kutumuzlarga uzun ötüp kiyip gelingizler. Bunu akağız bu жақта tekşerip de körüp tat. Qanday eken aka? Qanday eken mi? Qancha eken? Qanchada tatını? 119 yaptı. Ha? 119 sen eken. Torpog'i erkek urgachi. Urgachi torpog'i mana alavi eken. Paradasi qanday bu uydun? Bishkek iski eken. Buna jebindeni qarang. 130 ming. Aytilish bası o'shanda? Ha, aytilish. Mana, emizda torpog'i. O'zini to'ldirib qo'yadi bu. Shunchaki dag'i. Yaxshi ekan. 130 ming aytilish bası. Bazoringizlar bersin. Bu жақта mana sodalar başladı mana. O yoqda talash, bu yoqda talash. Qaysi soda bo'ldi ekan aka? Shuni qanchaga? 75 bazar qildi deb shuni o'tib berdi o'zi. Ash akam aka? Mana shu turgan akamiz mana. Ushul qunajinda soda qilishdi 75 mingga. Narx akam oluvchi? Narx akam sotuvchi, berik sotuvchi. Narx akam oluvchi ekan. Sotuvchi. 75 mingga o'tib berdi. O'shunda qancha deydi? 74 ming deydi o'shunda. Yaxshi, bozoringizlar bersin. Assalomu alaykum aka. Qancha bo'ldi bu qunajin? 84 bo'ldi. Mana shakam surab o'tadi. Shakam surab o'tadi. Qanchaga surab beradi bu akam? O'zini bitta jakasini surab o'tadi. Qanchaga? 44? 43. 43 mingga mana soda bo'lib o'tadi mana. Qo'yatadi. Kichinasi bo'ldi. Ha, mana kichinasi. Turadi. Yaxshi mana sodani buzmangizlar, barakasini bersin. Mana shuni. Ana bo'lsa. Qancha qo'shdingiz? 43 ming. Yaxshi bo'ldi 43 ming taptaza. Kartonu alıp satar mısın? Olib sotarmi? Üstüne satar. Yaxshi, bozoringizlar bersin. Oşol hurmatli ko'ruvchilar, siz bizni kanalga qatalib qo'yingizlar. Mana sizlar uchun Ispana mal bozoriga ko'pdan beri kelim deb o'z jeke ishlariga baylanishli kela olmay жүргөндөр uchun mana YouTube'dan ko'rib olasizlar. Assalomu alaykum. Qancha bo'lib turibdi bu aka? 110. Uy qancha bo'ldi aka? Kostiversin, putu qo'li uzun ekan. 110. Torpog'i erkak bir qachivi? Oq tusdagi torpoq ekan, torpoq urg'ach ekan. 110 ming baga suradi bozor, ha? O'zingiz qancha deysiz? Qanchani bo'ljoldob sotasiz? Bozoringizni bersin mana shular. Zarovoy ekan mana. Shuni menen biz bul chiqarishdagi songa yetkazdik. Mana Ispana mal bozori. Siz kanalga qatalingizlar.